Yunusoboddamiz 800 kvadrat metrlik noldan patkulish remont qilib berayotgan uchastkamizga kelganmiz. Bilasizlar, biz har doim obyektlarimizni полностью bitgan holatda obzor qilib berganmiz, lekin bu videomizda sal boshqacharoq bo'ladi. Oxirgi vaqtlar mijozlarimiz bilan переговор olib borayotganda именно mana shu loyiha va cho'rnavoy etap haqida juda ham ko'p tushunmovchiliklar, savollar kelib chiqyapti va nihoyat biz komandamiz bilan sizlarga foydali maslahatlar berish maqsadida mana shu videoni qilishga qaror qildik. Va mana shu videomizda har bitta kvartirasini, uchastkasini patkulish remont qilmoqchi bo'lgan akalarimizga aniq foydali bo'ladi. Bu videoda men bilan Oxa Construction'ning bosh arxitektori, dizayneri Javohir akam bo'ladilar. Assalomu alaykum. Bu obyektni biz rekonstruksiyaga olib qo'yganmiz. Bu obyektimiz 10 yil oldin remont qilingan edi, lekin o'sha davr uchun yaxshi remont stansiyasida turdi. Uy egalari hozirgi kunda qilinayotgan yangi texnologiyalarni, umidom va ref sistemalarini bu uyda ham bo'lishini xohlashib, bizga aloqaga chiqishdi. Как раз bizda xuddi shunaqa rekonstruksiya qilingan obyektlarimiz bor edi. Ularni ko'rsatdik, ularga ma'qul keldi. Ko'rib turganingizda ishlarni boshladik. Zo'r, Javohir aka qarang. Videoni boshida biz va'da berdik. Bu mana shu videomizda biz ikkita narsani gaplashamiz. Uchastkaga kvartiralarga qanaqa loyiha qilish kerak va cho'rnavoy etapida nima ishlar qilinadi, qanaqa sifatda chiqishi kerak. Давайте, по-любому qurilish loyihasiz boshlanmaydi. Bu mijozimizning talablari qanaqa edi? Mana shu obyektimizni rekonstruksiya o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. U qanaqa bo'ldi? Shu haqida qisqacha aytib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Unda xonalarimizni planirovkasini ko'rib chiqsak. Men sizga keyin qanaqa planirovka qilganmiz, nima решениyalar berganmiz, o'sha haqida gapirib o'taman. Bu obyektimizni uy egalari bizga tezda berishgan. Bu yerda 2 etajli korpusimiz bor, bu yomonda yordamchi 1 etajli korpusi bor. Shu ikkita etaji bir-biriga qo'shib olishi bizga tezda berishgan. Hozir ko'rib chiqamiz, bizga qanaqa решение berganlarimizni. Javohir aka, obyektning o'zida qanaqa nyuanslari bor edi? Bu yerda obyektimizda uy egalari tomonidan fasad qismiga tegmaysan, oyna qismiga va o'zini определенный joylari bor edi. O'sha joylarni biz qoldirganmiz. Значит, fasadga tegish kerak emas, eshiklarga, romlarga tegish kerak emas. Sifati yaxshi bo'lganligi uchun ozgina dizaynga moslashtirib, restavratsiya qilib, biz yengilib beramiz. O'shanda как раз bizda xarajat ham ancha kamayadi. Tak, qarang. Ikkita korpus qo'shib yuborish kerak edi deysiz, aka. Nimaga aynan mashchasidan biz qo'shdik? Ikkinchi korpusga. Uy egalari tomonidan bizga o'zlari planirovka qilib olib kelib berishdi. Bu tomonda kichkina zal qismimiz bor. O'sha zal qismidan ota-onalarga xona qilib bermoqchi bo'ldilar. Mana shu tomonni o'zlariga garderob sifatida foydalanadigan zona qilib bizga planirovka berdilar. Lekin o'zlari aytganlaridek ikkita korpusda bunaqa ulab bo'lmas edi. Shuning uchun bu tomonda oshxona bor edi. Oshxonani biz yangi korpus qilib bitta xona qilib bu yoqqa qo'shdik va bu yerda letniy kuxnya bilan katta qilib ulaverdik. Bilasiz, ko'p letniy kuxnyalar umuman kam ishlatiladi. Da. Endi esa xudo xolasa bu etap qilgan planirovkamizda ikkita oshxonadan ham bir vaqt o'zida bemalol foydalansa bo'ladi. Zo'r. Tak, bo'lmasa qayerdan boshlaymiz? Birinchi etajni planirovkasini ko'rib chiqamizmi? Bitta bo'lmasa? Unda bir etajli korpusimizdan boshlasak Ulug'bek. Bu tomonimizda letniy kuxnya bor edi. Letniy kuxnyani mana ko'rib turganinglardek oshxona bilan ulaverdik. Ham katta bo'ldi. Ertaga qanaqadir tadbirlar bo'ladigan bo'lsa ham bemalol foydalansa bo'ladi. Bir vaqt o'zida ikkita oshxonadan. Zo'r. Tak, значит, betdan bu yog'iga bizda ota-onalar uchun qilingan korpus bo'lyapti. Betimizda letniy kuxnya bo'lgan. Bu yoqda adashmasam dekorativniy bizani fontanimiz bor edi. Dalish ketadigan bo'lsak, eski planirovka qanaqa edi? Bizni nima o'zgartirish kiritdik bu yoqga, Javohir aka? Eski planirovka bo'yicha hozir turgan joyimiz ayvon qismi edi. Hozir biz u yerda o'zini boya aytganimizdek, o'zini eski yaxshi sasini turgan supalar bor edi. Shu supalarni shaq qo'yadigan bo'ldik. Supani ham lekin o'zgartiribmiz. Hozirgi kundagi zamonaviy qilib jihozlaganmiz. Xudo xolasa bitganida ko'ramiz. O'zi mana shu narsani alohida aytib o'tish kerak. Mana shu supa variantiga kelganda nimaga ishlatilmaydi? Uje yosh ulug' bo'lgan sari, yosh katta bo'lgan sari uje o'tira olmaydigan stol yaxshiroq variant bo'ladi. O'shaning uchun uni ham biz restavratsiya qilamiz. Davlat bo'lmasa, obyektimizga kiramizda ikkinchi korpusiga. Bu joyimiz bir etajli korpusi, tambur qismi. Tambur qismidan bu tomonida ko'rib turganingizdek, bu yerda spalni bor edi. Bizda u yerda garderob bor edi ota-onalarga. Bu yerda sanuzeli bor, o'zini alohida. Bu yerda sanuzilda o'zini kafelar yaxshi saslanib turadi. Qoldiradigan bo'ldik. Bu egalari bilan kelishgan holda ozgina o'zgartirishi bor. O'sha o'zgartirishni qilib beramiz. Bu tomonimizda zal edi. Katta zal edi. Zalimizni o'zgartirib, biz bu yerda yotoqxona bilan orqa tomoniga namozxona va kitob qo'yadigan zona qilib berganmiz ota-onalar uchun. Zo'r. Keyin bu xonamizda
bir etaj bo'lgani hisobiga tomdan teplopateri ko'proq bo'lgan ekan, shtobe bu isishi sovishi juda qiyin bo'lgan ekan. Shuning uchun biz bu yerda bazalt bilan apishka qilib berdik. Issiq sovug'i ushlab turish maqsadida. Tak, mijozimiz bilan gaplashgan inson sifatida, Beregorda qatnashgan inson sifatida bir narsani ayta olaman. Ota-onalarini xonalariga, ota-onalarini korpuslariga именно rekuperator, konditsionerniy sistema bo'yicha juda qattiq talab qo'yilgan edi. Ya'ni adalarini o'zlari bizdan so'rashgan edi. Mani xonam именно shunaqa bo'lsinki, toza havo bo'lsin, eng toza havo bo'lsin. O'shanga biza Daikin yaponskiy brend, ishonchli brend Daikinni konditsionerniy sistemasini eng kuchli filtrli, eng yaxshi rekuperatorlarni ishlatganmiz. Ma'lumot o'rnida o'zini uchastkasini, kvartirasini remont qilayotgan insonlarga maslahat. Tak, o'zi konditsioner filtrlari ham har xil bo'ladi. Darajalarini qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchi etap bizda G, o'sha обычный konditsionerlarda bo'ladigan bo'lsa, o'sha ikkinchi etap F bo'ladi. G1 dan G4 gacha обычный hisoblansa, o'sha F5 dan F9 gacha o'sha ancha yaxshiroq sifatda sizga toza havo yetkazib bera oladi. Bizaga mana shu obyektimizda HP filtrlar qo'yilgan. Описаниясini xudo xolisa berib ketishga harakat qilamiz. Bunaqa tozalikdagi havolar ko'pincha klinikalarga qo'yishadi. Undan keyingisi o'sha ulpa hisoblanadi. O'sha har xil nanotexnologiyalar, chiplar ishlab chiqariladigan joylar o'sha keyingi etap. Aytmoqchi bo'lganim, bu xonamizda havo shunchalik toza bo'ladiki, klinika bilan bir xilga qo'ysa bo'ladi, даже bir xil etapda уровеньda bo'ladi desak bo'ladi. Endi men dizayndan kelib chiqib, dizayner ko'zi bilan qarayman. Bu obyektimiz rekonstruksiya bo'lganiga VRF sistemasiga mo'ljallanmagan, chunki standart qilingan balaliklari. VRF qiladigan odamlar agarda mabodo bu videoni ko'rayotgan, remont qilmoqchi bo'lgan yoki uy qurmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, agar VRF sistema qildirishmoqchi bo'lsa, patololarni sal balandroq qilishlarini maslahat beraman. Sababi VRF sistemada patolo 40-50 sm ga pastga tushib ketadi. Biz iloji boricha harakat qilganmiz balalikni yo'qotmaslikka. Xuddi shunaqa ko'rib turgan bo'lsanglar, hamma kanalli turbalarimizni atrofiga berganmiz. Bu yerda gips kardon bilan bort bilan yopib ketiladi. O'rtasi уже balandroq ko'rsatib, mana как бы odamni bosayotganda ощущение bo'lmaydi. Значит, aytdingiz, bu yerda bizdan spalnimiz bor. Bu xonamizda уже namozxonamizda kitob o'qish uchun chiroyli sharoit qilingan. Tak, menimcha o'ylayman, bitta ko'rib chiqsa bo'ladi, menimcha. Tak. Bu yerda planirovkamiz bo'yicha qanaqa sharoit qilingan? Bu yerda planirovkamiz bo'yicha namozxona, qiblamiz shu tomonda. Qiblalar ham hisobga olib ketilgan. Обязательно qibla hisobga olingan. Bu tomonimizda kutubxona qilganmiz. Ota-onalar juda kitob o'qishni yaxshi ko'rishadi. O'zlarini kitob o'qish uchun divan, bu yerda ishlash uchun ish stoli qilganmiz. Zo'r. Bo'lmasa, men o'ylayman, ikkinchi korpusni biz yetarlicha tushuntirib bera oldik. Ulanganchasidan boshlab, endi sizlar bilan главный holdan birinchi etajni to'liq tushuntirib beramiz. Bu bizani birinchi etajimizni holi. Давайте men buni Javohir aka planirovkani qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Har bitta xonaga kirib, nima ish qilib bergansiz, qanaqa решение qilib bergansiz, endi o'y sanab berasiz. Tak, bizda kirishimizda mana shunaqa chiroyli zinamiz bor, ikkinchi etajga chiqib ketadigan. O'ng qo'limizda главный гостиниямiz bor. Ozgina keyin bizda eski adashmasam, o'zini kutubxona, namozxonasi bor edi. O'zini sanuzli garajga chiqib ketadigan eshigimiz bor. Bu yoqda bizda kuxnyamiz и spamiz bor edi. Давайте bo'lmasa qaysi xonadan boshlaymiz? Obyektimiz konsepsiyasi haqida unda qisqacha sizga ma'lumot beraman. Obyektimizda neoklassika stilda interyer dizaynlarini qilganmiz. Hozir turgan xonamiz hol hisoblanadi, birinchi etaji. Bu yerda shirakafarbatni Italiyadan olib keltirilgan keramik granitlardan foydalanyapmiz. Zinalarimiz hammasi yog'och bo'lyapti. Zinamizni balasinalari ham hammasi toshdan bo'lyapti, Ulug'bek. Shunaqa dizaynda planirovka qilganmiz. Zo'r. Bo'lmasa obzorimizni biz gostiniy xonamizdan boshlaymiz. Yashab turilgan holatda men bu xonaga kelgandim. Adashmasam, mana shu xonamizda mebellar qolyapti, chunki Italiyadan maxsus zakaz bilan olib kelingan. Sifatlari zo'r. Shuning uchun ularni qoldiramiz. Значит, sizga shunaqa zapros bilan chiqsa, unda ham muammo yo'q, o'sha mebelga moslab dizayn qilib bera olasiz bemalol. O'sha qoldirgan o'zini mebellari bor. Не только bu mebel, даже lyustrasini ham qoldirganmiz. Lyustrasi ham shunaqa o'zini juda ham sifatli. 10 yil oldingi bo'lsa ham, lekin hozirgi kundagi standartlarga to'liq javob bera oladi. Ko'rinishlari, sifat darajasi shunaqa yaxshi narsa bilan ishlatilgan. Tak, qarang, bitta savol bor. Bu xonamizni o'zlari обычный choy ichadigan xonaga nisbatan kichkinaroq, o'zi в основном o'zbeklarda bilasizlar,
kattaroq xonani mehmonlar uchun ajratishadi. Eng katta xonani mehmonlar uchun ajratishadi. Nimaga unaqa bo'ldi? Uy egalari aytamanku, o'zlari uchun qilyaptilar bu uyni. Shtobi, endi hozir mehmon kutaman desa, ko'chada bemalol kutib olsa bo'ladi. Hamma shart-sharoit bor. Toshkent shahrida bilasiz. Uyimizga keladigan bo'lsak, bitta mana shu zal bor. Yana u yerda kichkina zal bor. Erkak kishiga, ayol kishiga alohida qilib plan qilganmiz. O'zlariga bo'lsa, bu yoq tomonda kattaroq har doim foydalanish uchun u yerda mягкий zona qilganmiz, обеденный zona qilganmiz, kichkina choy ichadigan zonalar qilganmiz. Значит, bo'lmasa operatorimizga beramiz dizayn proyektlarini, bitta kurslarla bizga ketsa bo'ladi уже. Biz значит o'tamizda har turli choy ichadigan zona bizga. Bitta kursingiz bo'ladi. Qanaqa katta xonani biza olganmiz. Обычный choy ichib o'tirish uchun. Bu yerda masalan 3 xil zona bor. Bu yerda 3 xil zonaga bo'lganmiz. Birinchi qismimiz bu yoq tomonida mягкий zona, bu yerda televizor ko'rib, choy ichib o'tiradigan joy qilganmiz. Bu yerda 10 tali stol berganmiz. Bemalol qanaqadir kichik mehmonlar bo'lsa, o'zlarining yaqin odamlari bilan bemalol ovqatlanib o'tirsa, gaplashib o'tiradigan zona. Bu yoq tomonda kruгли stol qilganmiz. 8 tali. Постоянно o'sha yerda choy ichib o'tiradigan, u yerda televizorlari bilan dizaynlarini ham ko'rsangiz, bu yerda ham juda ham yumshoq ranglardan foydalanganmiz. Uy egalari tomonidan shunaqa bizga aytilgan, sal ochiqroq ranglarda, chunki obyektimiz sal juda ham boshida olganimizda sal to'qroq ranglardan ko'p foydalanilgan edi. Aboylardan ishlatilgan sal to'qroq, o'shaning uchun ular уже to'q anaqadan charchashgan. Shuning uchun iloji boricha harakat qildik, ochiqroq qilishga, ranglar tanlayotganda. Mijoz aloqaga chiqayotganda asosiy yana bir talab bo'lgan, uyimiz juda ham cho'mli, xuddi shunaqa. yorug'roq ranglarni ishlatdi. Xuddi shunaqa. Interyer qilib beriladi. Shak, bizni dalshi shundoq operatorimizdan so'raymiz, betga qo'yamiz. Bu narsa nimaga kerak? Подключить remont. Ba'zi siz dizayner chasti bo'yicha gapirsangiz, men подключить remont bo'yicha gapiraman. Bizlar har bitta obyektimizda mana shunaqa grafikimiz bor. Чтоб obyekt boshlanganda finish etapigacha qancha srok berganmiz, har bitta etapda qanchalik biz sroklik uspech qilamiz, prorablarimizga kelganda, dizaynerimizga kelganda, klientni o'zi kelganda ham hammasini cho'ng'iladi. Уже ustalar ham chiqib o'tganda qaysi ish qachon tugashi kerak, deadline qachon, уже hamma narsa понятно. Так, bo'lmasa biz dizayndan chalg'imaymiz, planirovkadan chalg'imaymiz, dalish xonalarimiz nima bor o'tdi. Holdan keyin bu yoq tomonimizda garajga o'tib ketadigan bitta kichkina tambur qismimiz bor. Tamburda bu yerda o'zini sanuzuli bor. Sanuzulni ham o'zini eski kafelaridan qoldirganmiz. Чтобы hozirgi anaqalarga to'g'ri javob beradi. Так, значит, bizda bu yerda sanuzulimiz bor, garajga chiqib ketadigan eshigimiz bor. Bu yoqda o'sha aytgan kichikroq mehmonxona bor. Так, значит, biz ikkinchi etajga chiqsak bo'ladi уже. Mana o'ziga bo'yicha. Ko'rayotgan akalarimizdagi безопасностьga ham bu obyektimizda alohida ahamiyat berganmiz. Juda ko'p joylarda mana shu zinada material olib chiqayotganda, olib tushayotganda yiqilib tushish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. O'shuning uchun mana armaturadan временный perio'dlar qo'yib ketganmiz biz. Подсветкamiz bo'ladi. O'shuning uchun shtraba qilib ketganmiz har bitta zinamiz uchun. Aytganimizdek, zinamizga yog'ochdan bo'lyapti. Balasinalari metallический bo'lyapti xolasi. Tak, bu yerda ham aytganimizdek patologlarimizni bazaltdan izolyatsiya qilganmiz. Teplopoteri bo'lmasligi uchun. Bu yerda ham ko'rsanglar bo'ladi, chornovoy etapida elektrika gofrlarda как положено o'tgan konditsioner sistemalarimiz. Значит, akalar bizda ikkinchi etaj chiqishimizda o'ng qo'limizda gostivoy spalniy, ozgina o'tganimizda uy egalari o'zlari uchun master spalniy, katta garderob bilan, bizda yangi planirovkamiz bo'yicha to'g'rimizda nima joylashgan Javohir aka. Bu yoq qismida ofis qilganmiz uy egalari uchun, uyda kelib ishlashlari uchun, o'zi ofis sifatida foydalanadilar. Bu yoq tomonda qizlar uchun yotoqxona, ichida o'zini sanuzullari bilan. Bu yoq tomonda bitta общий sanuzul, ikkinchi etajimiz uchun. Bu yoq tomonda o'g'illar uchun yana bitta yotoqxona qilganmiz. Zo'r. Biz bo'lmasa bitta xonalarga kirib, qanaqa решение bo'lgan, nima bo'lgan gaplashsak bo'ladi. Aytganimizda obyektimizni Chornovoy etapida mashchasiga kelganda bitta foydali ma'lumot berib ketsam, siz dizaynerskiy bo'yicha bergan bo'lsangiz, men подключить remont Chornovoy etapi bo'yicha juda ko'p joyda akalar mana shu rekonstruksiya bo'lib ishtirok qilib biz joy tashaganmiz, kabellarimiz yurish uchun juda ko'p holatlarda mana shu ishtirok qilingan joyi elektriklarni o'zi ham ketadi, lekin bu baribir ozgina bo'lsa ham sifat tushishiga ta'sir qiladi. Baribir manasini o'zi qila olmaydi.
gruntovkalari bilan-da bizda obyektimizda уже bu premium darajada xalqaro maliyat harakat qilamiz mana ishlarimizni o'zi kelib yamab ketadi. O'zingizlar bitta operatorga ko'rsatib bersa ham bo'ladi. Har chornavay etapda qanaqa chiroyli ularni chiqyapti obyektimizni. Bu gостевойimizni Xudo xolasa bizlarcha yoki master spalniga o'tsak bo'ladi. Ulug'bek, master spalnikni planirovkasini men sizlarga tushuntirib beraman. Bu yoq qismida bu yerda o'zini alohida sanuzeli bor. Bu yoq tomonni kabinet deydi. Bu yerda bizga katta garderob bordi. Er xotinga alohida qilib, bu yoq tomonimiz уже kravat zonasi bo'lib qoldi. Yo'q, sizlarda patologlarimizni gitsa kartoshlar почти tugatilgan. Ayniqsa mana shu 2026-yilda patolog mana shunaqa avvalini qilib, yarim aylana qilib ketish juda ham trend bo'lyapti. Xudo xolasa aytganimizda, obyektimizni chornavay etapda. Bu yoq tomonimizda master spalnik kravatimiz joylashadi. Bu yoq tomonda TV zona va mягкий zona bilan bo'lingan. Zo'r. Biz har bitta xonani o'zini отдельно konditsioner sistemalari ashib berilgan. Bu yoq tomonimizda ko'rib turganlaringizdek devorni o'yib kirgizib o'rganmiz. Talab qiladi. Agarda bu yerda o'zini devorga otiladigan bo'lsak, buni tepasi qanaqadir yana bort bo'lib qolardi. O'sha narsani qochib, biz bu yoqqa shunaqa решение berdik, devor o'ziga qotirishi. Chunki sababi bu yerda shiraka formatli kelma granitlar bo'ladi. 280 ga 120 lik. Bu yerdagi именно master spalnikda Italiyada Jessi brendidan foydalanganmiz. Hamma aksessuarlarini ularni zakaz berib ekanmiz. Shu bir oylarda xudo xohlasa kelib qoladi. Shunaqa darajadagi brendki zakaz bilan olib kelgan. Xuddi shunaqa. Zo'r. Tak, yaxshi informatsiya. Yana bitta chorva etap bo'yicha informatsiya berib o'tib ketmoqchimiz. Ko'p holatlarda betonni kolonnasi bilan kirpich ulangan joyda avvalgiga mayatni o'tib ketishadi. Bu obyektimizda o'sha joyda ko'p treshina bo'ladi. Yana o'sha joyda o'sha hisob ko'rgan holatda dapalisida kirpичный kleylar bilan gipsa kartonlar bilan o'sib ketganimizda shu to'g'risida katta treshina tushmasligi uchun обязательно o'zingizni uchastkangizni, kvartirangizni remont qilayotganda shu narsani hisobga olib kelsangiz, xunuk bo'lib ertaga shuncha hamma etap puldan o'tkazib, malarkani kras qilganingizdan keyin xunuk bo'lib treshina tushib qolmasligiga sababchi bo'ladi. Значит, bizani keyingi xonamizda qizlar uchun qilingan spalnik opsiga jana ko'p to'xtalmaymiz, xudo xolasa. Yakunlangandan keyin chiroyli panoramli oynalar bilan sizlarga obzor qilib beramiz. Javohirga betni planirovkamiz qanaqa bo'lgan? Bu qizlarning xonasi, bu yerda ikkita alohida o'zini kichkina kravatlari bor. Bu yoq tomonda dars qiladigan zonalarni qilganmiz. O'zini kitob turadigan joylari bor. Bu yoq tomonda make-up, bu yoq tomoniga shkaf qilganmiz. Bu xonamizning o'zini alohida sanuzeli bor. Sanuzlarimizni nemetskiy brend Groen smart boxlarni ishlatamiz. Ular ham xudo xolasa hozir cho'pil pollar qilingan etapda turibdi. Dekorsiyalar bo'ladi. O'zini diskretsiya installyatsiyalari bilan xudo xolasa juda ham chiroyli chiqyapti. Tak, biz dalshi o'g'illarning xonasiga kiramiz. Javohir aka baribir otani qiz bola farzandiga nisbatan mehr boshqaroq kuchliroq bo'ladi. Imенно mana shu dizaynchasiga kelganda, o'g'illarning xonasiga kelganda qiynaldingizmi? Mijozimiz bilan ishlashga yoki bo'lmasa qizlarning xonasida. O'zingiz aytib turibsiz, конечно, qizlarning xonasida juda qiynaldik. Haligacha to'g'risi bir qarorga kelmaganmiz. Konsepsiya bor, lekin qanaqadir baribir o'zgarish jarayonida turibdi. Bu yog'imiz, bu xonamiz o'g'illar uchun qilingan yotoqxona. Bu yoq tomonda shkafi bor, o'zini dars qiladigan zonasi, bu yoq tomonda kravatni joylashtirganmiz. Zo'r. Именно mana shu o'g'illarning xonasi uchun nima yaxshi narsa ayta oladingiz? O'g'illarning xonasi bo'lsa, bu yoq tomonga biz qilib berganmiz, ikkita tepada Formula 1 maketi bor, bilsangiz. O'g'illari o'sha narsani juda yaxshi ko'rar ekan. O'sha anaqalardan dekor sifatida foydalanganmiz. Ma'lumot uchun Formula 1 bunaqa dekor sifatida ishlatiladigan o'yinchoqlar ham janoqa arzon turadigan nima desam, predmet emas. O'shaning uchun o'shandan bilsak bo'ladi, o'sha obyektimizni luxury premium darajada xudo xolasa remont qilinyapti. Tak, mana bu ikkinchilarimizni tushuntirib bo'ldik. Endi so'pniklar tushib bo'ladi. O'tda bizani kinoteatr, fitness zallar,
Kocherli sistemada uyga qon tomirlari qisib turibdi. И hozir sizlarga xudo xolasa ko'rsatamiz. Keting. Bu yoq qismi sokolning etajimiz Ulug'bek. Bu yerda общий katta holimiz bor. Qo'limizda qilingan ishlar bu yoq tomoniga игровой zona qilganmiz, детский площадкалari. Zo'r. Zina qismi bor. Zina qismida ochiq edi. Biz uni yopib, hozir har xil jihozlar turadigan yana shkaf qo'shganmiz. Kotelligimiz bor. Bu yoq tomonda ikkita холодный komnatamiz bor. Ularga tegmadik. Bu tomonimizda kinoteatr, bu yerda sport zal qilganmiz. Tak, jonim sizlarga ichkariga kirib ko'rsatib bergan bo'lardik, lekin ko'ryapsizlar, ish protsessi ketyapti, yorug'ligimiz ozgina bizda kam. Olib kirganimiz bilan barcha narsa sizlarga ko'rsatib bera olmaymiz, lekin dizayn proyektlarini beradigan bo'lsangiz, xudo xolasa videoda chiqazib berib ketamiz. Qanaqa kinoteatr qilib beramiz, qanaqa zal qilib beramiz, xudo xolasa. Mana sizlarga obyektimizni qo'ldan kelgancha obzor qilib berishga harakat qildik. O'ylaymizki, Chornovoy etapi loyiha bo'yicha kichkina bo'lsa ham foydali ma'lumot bera oldik. Xudo xolasa sentyabr, oktyabr oylariga deadline olganmiz bu obyektimiz uchun. To'liq tugatgandan keyin yana bitta chiroyli qilib, obzor qilib, video qilib chiqazib beramiz, xudo xolasa.